Xuddi shu shingalgada, perchatkada Octagon 88 turniri 27-iyunda bo'ladigan Qozog'istondagi turnirga klitga kiyib ko'tarilaman. Bu perchatkani Afro-Qozoqqa kiydim, Kazbek Tulanga kiydim, Kamil Karatega kiydim. Oxirgi boyda O'zbekistonga Tyson kiyib chiqdi. Bu shingalgani nimaga kiyamiz? Bizani mensimagan, bizani haqorat qilgan, ustimizdan kulgan raqiblarimizga bu perchatkani, bu shingalgani kiyib chiqamiz va jazosini nokaut va nokdaunlar orqali beramiz. Raqibim aniq. Ustimdan kulgan, haqorat qilgan. Hayot shunaqada, Allohim sizni yomonlagan insonni tog'da nargi burchakda bo'lsa ham sizga ro'para qiladi va jazosini o'zingiz orqali beradi. Raqibimda jazosi bo'lsa shunchaki nokaut qilishim. Xudo xolasa inshaalloh qaytishim chiroyli bo'ladi. Oxirgi bo'yimni ko'rdilaringiz. Mayli nima bo'lganda ham peshonada bor ekan. Lekin ana endi xato qilishga haqqim yo'q. Xudo xolasa g'alaba qilib, yurtimni bayrog'ini, O'zbekistonning bayrog'ini osmonga ko'tarib, chiroyligina qaytish qilamiz. O'zbekiston padishga qilib turinglar. Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston bir to'g'on. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. 27-iyun kuni Octagon 88 turnirida Zaryashinni bo'y sizlarni kutib turibdi. Saturn qaytdi.